Әмді Нұрәли аблызның bir yılınızdaki 8760 saat namlıq əsrinin davamını anlatımız. Til ögünüş əməliyyatı bək asan. Köңül qoyub ögənsənla, 6 xil tilni asanla ögünüb alasan. Dərsin sırtqı vaqtlarda yana japalıq ögünüb nemi kəpdi? Tətil vaqtlarından faydalanıb, dünyani aylanıb sayat qılsan, yana nurgun nərslan ögünüb alasan. GPI, Ali məktəb oxuğuçlarını bahalaydigan ölçəm bulalmaydı. Faqat muallimning suratiga əgişib, oldin tayyorlik qilib qo'ysanglar, imtihonni yuqori numr elish, maqol e'lon qildirish deganlarni tez emas. Onun gaplari qandoqli anglasam o'zini maqtayotgandek bilindi. Amaliyotda uni kamtarlikda chekiga yetgan desammi bo'ladi. Mening ayni vaqtdagi o'rnim haqiqatan bakla to'van qatlamda ekandiq. Bundaq odamdan uchratgan chaqda dastlabki ko'pinchimiz osonli umidsiznib qilishimiz, har qancha tirishsammi uning yechib bo'lolmayman, voy bo'ldi-da, mushundaq o'taveray deganlarni o'ylashingiz mumkin. Boshda men shundaq tuyg'uda bo'ldim. Lekin qalbimning cho'nqur qatlamlaridan chiqayotgan bir ovoz, tirishib boqqin, texmi tirishqin, ajiba mushundaqni o'tib ketamsan, deydi. Shundaq. O'rinliq bilan yetilishni tanlasaqmi bo'ladi? Baribir mening asosim yaxshi emas. Baribir mening oila sharoitim boshqalarga yetmaydi. Izdisingiz bahona degan tepiladi. Ammo hech kim sizga qarab qo'ymaydi. Ular olg'a qarab ketaveradi. Boshqalar ko'kda parvoz qilayotgan chaqda siz qo'pmay yetaversangiz, keyingi umringiz pushaymon yaringizga malham izlash bilan o'tishi mumkin. Odamga eng qiyin to'xtaydigani o'z amaliyatini qabul qilish. Nurg'un odamlar o'zining yetarsizliklariga qarta to'g'ri qushning pozitsiyasini tutadi. Beshini ichiga tiqib, atrofda bo'layotgan ishlarni ko'rmasga soladi. Yangi Sharqda TOEFL dars bergan vaqtimda men o'quvchilarga birinchi bo'lib oldingi yillarning haqiqiy imtihon savollarini ishlatkizgan edim. Bundaq bo'lganda o'quvchilar o'zining haqiqiy saviyasini bilib oladi. Odatda Amerika maktablariga kirib o'qish uchun TOEFL natijasi 110 ga yetish kerak. Eg'iz tili turda 24 dan oshira olgan chaqda yaxshi maktabga o'tkil bo'ladi. Ko'p qism jungoliq o'quvchilar imtihonga tayyorlik qilishni boshlagan chaqda eg'iz tili qismida aran 14 numr oladi. Orliqdagi bu zo'r farq psixikasi ojizroq o'quvchilarni umidsizlantirib qo'yishi mumkin. Ba'zi o'qituvchilar o'quvchilarning biroqli zarba yeb ketib, ishonchisini yo'qotib qo'yishdan ansirab, avval dars o'tadi. O'quvchilarning saviyasini muayyan darajaga yetkazgandan keyin haqiqiy savol ishlashga o'rlashtirdi. Lekin mening qarashimcha, o'quvchilar o'zining saviyasining qanchalik ekanligini, ko'zlagan nishondan qanchalik yiroqligini, qarshi qirg'oqqa chiqish uchun zodi qanchalik tirishish kerakligini biladi. Eng zo'r g'ayrat o'zining naqadar orqada qolganligini bilgandan keyinmi qo'g'lab yetishga jur'at qilishdan ortiq bo'lmas kerak. Reallik rahimsiz bo'ladi. Oila sharoitimiz sababli asosimiz bakla tuvan bo'lishi mumkin. Darvaqa bundaq farqni yo'qotish haqiqatan tas. Ota-onamizning turmushi nihoyat zo'r darajada bizning kelgusimizni belgilab qo'ydi. Bu dunyoda o'zini tashlab etishning, o'zidan voz kechishning taqdirga tan berishdan ortiqroq oshkora bahonasi bo'lmas. Yangi Sharqqa yangi kirgan vaqtimda mendan burun kirgan tajribalik o'qituvchilarning saviyasiga yetishish uchun boshqalarga qaraganda hasilab turishim kerak edi. O'zimni chiniqtirish maqsadida faqat vaqtim chiqsa-la, boshqa shaharga berib, leksiya so'zlash faoliyatiga qoldirmay qatnashdim. Kechda Bejonda dars o'tib bo'lib, boshqa bir shaharda atdegan so'zlangan leksiyaga ulgurib berish uchun kechalab yo'l yurishga to'g'ri keladi. Hatto bir kunda 3 shaharda leksiya so'zlaydigan ishlarmi bo'ladi. Buningga solishtirganda bir kunda bir shaharning ichida, shaharning bu chetidan u chetiga berib leksiya so'zlash odatdagi bir ish edi. Shahar otlab leksiya so'zlagan chaqda uxlashga, hatto tomoq yeyishga vaqt chiqmaydi. Yo'l ustida yarim soat ko'z yumib oladigan fursat bo'lsa-da, rozi bo'lib ketdik.
Ani shundoq jafoliq o'ginib, taraf-tarafga chepib yurib, 24 yoshimda Yangi Sharq guruhining eng yosh notiqiga aylandim. 2013 yili 9-oyda tunji qatim Yangi Sharq guruhining notiqi salohiyati bilan Xifida leksiya so'zladim. Shirkatning belgilamasi bo'yicha notiqlar darajasiga qarab o'xshamagan o'lcham bilan kutib olinadi. Men tunji qatim 4 yulduzliq mehmonsaroyga o'rnashdim. Yataqning ishigidan kiribla yurishlik yataqning esilligi meni hayron qoldirdi. Yataqda bir haza u yoqdan bu yoqqa minib yurib, mayl qilishimdan chiroyli ratlab qo'yilgan yotgan ko'plarni buzib etishimdan ansirab, xeligacha karvatda o'ltirmadim. Birdamdan keyin Kristoda o'ltirib, polga tutashgan derazadan bino ostidagi avtomobillar to'xtamay o'tib turadigan yo'lga nazar soldim. Bir chaqlarda men u yoqdan bu yoqqa o'tib ketayotgan oshu oldirash kishilarning qatorida edim. Nurg'un qatim egiz ham hayvatlik binolarning oldidan o'tib ketib, ixtiyorsiz beshimni ko'tarib qargan edim. Qimmatbaholik mehmonsaroylarda biror kecha yetib beqish menga mangu nisb bo'lmaydigan o'xshaydi deb o'ylagan chaqlarim bo'lgan. Hala bugun ishidan teshiga qarab o'ltiribdiman. Balkim biz hammamiz oshu mismis toshbaqa. Yugurmay turibla orqada qolgan odam. Ammo hech bo'lmaganda oldimizda jon jahli bilan yugurib ketayotgan to'shqonga qarab umidsizlanmadik. O'zimizni tashlab etmadik. Orqada qolganimizni bilamiz. Yo'lning uzoqligini bilamiz. Tirishib baqayli. Yana tirishib baqayli. Mayli qandoqli bo'lmasin, tirishishdan voz kechishga bo'lmaydi. To'xtang va yana menga. Men o'zimni xosiyatli odam chaqlab yurgan ekanman. Kichik vaqtimda ota-onam meni uyga solab baqqan. To'g'ri o'yini o'ynag'ili chiqish uchun ikkinchi qavatning derisini yomishib tushdim. Shu chaqda yiqilib tushishning oqibatini faqatla o'ylamagan ekanman. O'g'inish qilishga kelgandimmi, kech-kechalab uxlamasammi, hech narsa bo'lmaydigandek his qilardim. Orzuyimga to'liq o'tir maktabga. Oliy maktabga o'tish uchun kuniga 4 soat uxlashga ko'nib ketgan edim. Xizmatga chiqqandan keyinmi vujudimda mangu tugamaydigan kuch bordek bilinadi. Bir qancha yilning oldida Yangi Sharqda 100 turan imtihon ilishga mas'ul bo'ldim. Boshqalar kuniga eng ko'p bo'lganda 15 odamdan imtihon olsa, men o'zimga kuniga 40 odam o'rlashtirib oldim. Har kuni oda 8 soat imtihon olardim. Tushlik tomoq vaqti oran 10 minut edi. Maqsadim noit aniq. O'zim mas'ul bo'lgan bu turni texmi ko'proq tashviq qilish, texmi ko'p munavvar o'qituvchilarni o'zimning guruhiga yig'ib olish edi. Natijada men o'zim mas'ul bo'lgan turda Beijing universiteti, Tsinghua universitetini bitkizganlarning nisbati eng yuqori bo'ldi. Uda bir hafta imtihon olgandan keyin badanimda mas'ul ko'rildi. Boshda bo'shroq yo'talgan edim, keyin borgancha ig'irlab, bir ig'iz gapni to'liq deb bo'lolmaydigan darajaga berib ketdim. Xizmatdashim meni so'rab degidek doktorxonaga oldi. Doktor tekshirib chiqqandan keyin o'pkanda yo'g'on bir qordoq paydo bo'lib qopti. 5 kun osma ukul ostirmasang bo'lmaydi dedi. Faqat shu chaqda bildimki, men xosiyatli odam emas, balki bir ahmoq ekanman. Shundoqdimi orom olmadim. Atdigan soat 9 da imtihon bo'lg'achqa soat 7 da kelib ukul urg'izdim. Kech soat 8 da imtihon oxirlashgandan keyin kechilab keyingi kunlik xizmatlarni o'rlashtirdim. Ammo bu ish tugagan hamon orom ilishim kerakligini bilardim. Nurg'un odamlar shunday qiladi. Og'rib, yiqilib qolmoqchi orom olmaydi. O'lim girdobiga berib qolgan chig'ingda har qanday shakldagi ismini qo'shib ishlash, uzoqcha kechilab ishlash, ost xarakterlik o'zini o'ldirishga baravar. O'z-o'ziga besim qilish, uy ilish, mashin ilish va hokazolarning hammasining bema'ni ish ekanligini his qilasan. Agar vaqting bo'lsa, bolangga ko'proq hamroh bo'l. Mashina olaman degan pulingga ota-onangga burjib oyoq elibmi? Yo'g'on uyda o'ldirish uchun jon tikib yurma. Yaxshi ko'rgan odaming bilan kapida yashsangmi illiq tuyuladi. 2011-yil 4-oyning 19-kuni sahar soat 3 da Fudan universitetining yosh professori bu dunyo bilan mangulik qo'shilgan chaqda 70 necha parcha rak kasalligi xotirasini qoldirib ketdi. Shu xotirdan ilingan bu bir abzas meni o'ylantirib qo'ydi. To'g'ri yana bir go'zal qizning mundoq ogohlantirishini ko'rgan edim. U o'lib ketish oldida Jungo xalqaro pul muomala shirkatida edi. 2 yilning oldida Bimbavi guruhida ishlaydi. 28 yosh,
ayol, o'g'il do'sti yo'q, maoshi yuqori, xizmat besimi yuqori, turmushi tartibsiz, doim kech soat 10 gacha ishlaydi. Oldirashlikdan tomoq etib yegidek vaqti yo'q. Doim tayyor yemeklarni yeydi. Hatto talla bozoriga kirib, xaltaliq yemeklik, qutuluq ichimlik degandek har xil ko'plab xurushlar qo'shilgan narsalarni yeb, qursoq to'qlaydi. Oqibat oshqozon raki bilan o'lib ketdi. Mening saboqdoshlarim va xizmatdoshlarim ichida odamning havasini keltirgidek sarxillarmi xili ko'p. Ba'zilari chet elda doktorlikda o'qiyotdi. Ba'zilari mablag' solish bankalarida ishlaydi. Uchrashadigan vaqtlarimiz bek oz. Beli tomoq yemoqchi bo'lib qolsak, ba'zida ularning shirkatining, ba'zida bizning shirkatning oshxonasiga kiribla oddiy g'izolar bilan oldirab tinib qizolanamiz. Parang orliqida xizmatning oldirashligidan boysabmi qo'ymiz. 1 soat tez o'tib ketadi. Har qaysimiz xizmat o'rnimizga yuguraymiz. Odamning iqtidori oshgancha piramidaning cho'qqisiga chiqish orzusi shuncha kuchayib ketadigan. O'xshashli shirkatda ishlaydigan odam turib, boshqalarning maoshimi, darajasimi tezla o'sib, aeroplanning alohida bo'limida o'ltirib, Dubay, Parijga uchib yursa, aslida o'zini boshqalar bilan surishtirib yurmaydigan odamni moddiy maishat va martaba ilib kelgan muvaffaqiyat tuyg'usiga ezqib ketadigan. Tirishchan odam mangu to'xtab qolmaydi. Ammo ba'zi chog'larda bir oz to'xtab olishni bilish kerak. Ilgari nurga o'xshash piqirabli yuratdim. To'xtabli qolsam, o'rnimni boshqalarning egallanishini qo'rqatdim. Shunga aktiv yoki passiv holda bo'lsin, o'zimni qamchi bilan to'xtamay savab turatdim. Ammo aylanayotgan jism uchun eng muhimi ritm. Bir mahal asabiylarcha piqirgan bilan biroqla to'xtab qolgan ish bo'lishi mumkin. O'tgan bir qancha yil ichida leksiya so'zlash uchun shahar chepib yurdim. Faqat Shandong'ga 20 qatimdan ortiq bordim. Bu jarayonda boshqa joydan sayohat qilishni qo'yib turayli, hatto Jungoning ish sirtiga mashhur bo'lgan Tayshan tig'ig'imi chiqib baqmoqdiman. Bultur Rijavga leksiya so'zlab borgan edim. Tushdan burun bir maydon so'zladim. Bu mazmundan nurg'un qatim so'zlab bo'lgan. Uning ustiga bek charchab ketgan bo'lg'achqa xuddi lemtiq ilib olgan narsani qo'yib berayotgan unalg'udek so'zlab chiqibdiman. Tushlik tomoq vaqtida ko'zim tomoqda bo'lgani bilan kallamda atsi qiladigan xizmatlarni o'ylab o'ltiratdim. Bir xizmatdashimning Tayshan tig'iga chiqqan chog'dagi ta'sirotlarini so'zlayotgani quloqimga kirib qoldi. Tuyuqsiz to'xtab qoldim. Men biror qatim ko'zimni yumibla sayohatga chiqib baqsam bo'lmamdi. Tushdan keyin soat 4 ning poyziga o'ltirib, xotira kompyuter va bir dova kitoblarni yutib, kostyum burulka, batinga kiygan holda taq chiqish uchun yo'lga chiqdim. Tayshan tig'i etiga kelganimda kech soat 10 bo'lgan edi. Men tig'i boshqa hech kim yo'qmikin deb o'ylab ekanman. O'ylamagan yerdan menga o'xshash kechida taq chiqib, quyoshning chiqishini ko'radigan kishilar ko'p ekan. Kishilar to'piga agishib, tog' cho'qqisi qarab maqdim. Quyoshning chiqishini ko'rgan chig'imda qalbimda illiq bir sezim uyg'ondi. Odam mana shunday go'zal daqiqalar uchun yashaydi. Yaqindan buyon Vudakovda ichilgan bir choyxonaga pat-pat boradigan bo'ldim. Har qatim bir qancha soat jimjit o'ltirib, boshqa hech narsani o'ylamay, jismimni va ruhimni orom oldirman. Choy ichgach tip-tinch o'ltirib, kitobdan birini o'qiyman. Bir chaynak choy damlab qo'yib, huzurlanib o'ltirib ichish men uchun eng yaxshi orom olish hisoblanadi. Uydan muallimning mundaq bir gapi bor. Choy degan bu xat yupurmoq bilan yog'och o'ttirsidagi odamdan tarkib topgan. Ya'ni bir piyola choyning haqiqiy ta'mi sudimi emas, piyoladim emas, balki odamning tabiatga qaytishida. Odatda ishqa 10 minut bo'ldirib boraman. Xizmatga kirishdan burun ustulimni ratlab, o'zim amroq stakonga choy yoki qahva damlab, uning xushidi ichida birdan tinchlanib olgandan keyin yana bir kunlik xizmatni kutib olaman. Shunda qilib, har kuni xizmatning oldirashlik ichida ruhimni orom oldirib turishni o'rganib oldim. Turmush bizni yugurtidi. Yugurayotgan odamning to'xtaydigan vaqti bo'ladi. Turmush uchun, g'oya uchun tirishing, cheping. Ammo onda sonni to'xtab qo'ying. Orom ilib yana yo'lga chiqing.
Hurmatlik radio anglag'uchilar, Nur Ali Ablizning Xinjiang fan-texnika nashriyati nashr qilib tarqatgan 1 yilingizdagi 8760 soat nomli asarni anglitib bo'ldik. Diktor Muzaffar Habibullah.